Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Germaniyadagi, jumladan xalqarodagi Kunze institutlarining Xitoy kommunistik hokimiyatining tashviqotini qilayotganligi, Kunze institutlarining orqa ko'rinishida Xitoy hokimiyatining bo'lganligi, tarqalayotgan uchurlardagi siyosiy durustlik masalasining butun dunyo miqyosida Kunze institutlari to'g'riliq munozaralarga sabab bo'layotganligi ma'lum. Ayni chaqda Germaniya Erkin Demokratlar partiyasidagi bir arbob bosh davlatgan german puhralarining Xitoyning tashviqotiga dasmay selayotganligini, Xitoy kommunistik hokimiyatining germanlar to'layotgan bosh bo'lig'i tayinib, Germaniyada o'zlarining siyosiy tashviqotlarini keng kushada ilib berayotganligini ilgari surgan edi. Shundaqdimi Germaniyaning ba'zi shaharlarida hali Kunze institutiga mablag' ajratayotgan shaharlik hukumatlar mavjud. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yillardan beri Kunze institutining haqiqiy abdibashirsini oshkorlab, har vaqt norozilik harakatlarini surdirib kelmoqda. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi 21 noyabr Germaniyaning Nürnberg shahrida ushbu shaharlik hukumatning Kunze institutiga har yil ajratayotgan 37 ming yevroluk mablag'ning oldimizdagi yilda qayta ajratilganligiga norozilik bildirib namoyish ilib bordi. Nürnberg shaharlik hukumat binosining oldida atdigan soat 8:30da boshlanib 2 soat davomlashgan namoyishga Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti va Tibetni qo'g'dash tashkilotlarining rahbarlari va shahar atrofidagi Uyg'urlar qatnashgan. Namoyishda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Erkinzun Apandim, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga ilib berayotgan zulmini 2017-yilda tixim vashilashtirib, necha minglagan jazo lagerlarini ta'sis qilib, 3 milliondan ortiq begunoh xalqni solab, insoniyatga qarshi har xil jinoyatlarni ilib berayotgan va bu sababdan 11 davlatning yuqorqi vahshiyliklarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bir paytda Bavariya shtati Nürnberg shaharlik hukumatining Xitoy kommunistlarining tashviqot organi bo'lgan bu institutni texich qo'llashning bema'nilik ekanligini, hamda aslo takrorlanmaydi deyilgan irqiy qirg'inchilikning 21 asrda davom qilishi hur va madaniyatli bir inson uchun qizil siziq bo'lmay nima ekanligini va shaharlik hukumatning ajratilgan bu mablag'ning darhol to'xtatishining zarur ekanligini ta'kidladi. Shu kuni stansimizning telefon ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi fondining raisi va qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurban apandim Kunze institutining orqa ko'rinishi va qurultayning bu yoqda ilib borgan faoliyatlari haqida ma'lumot berib, mundaq dedi. Kunze instituti bo'lsa, amaliyotda Xitoy hokimiyatiniki dunyo miqyosiga, shundaqla Germaniyani o'z ichiga olgan g'arb dunyosiga Xitoy hokimiyatiniki nuqta nazarini singdirish va ularni Xitoy davlatining manfaatiga moyil qilish uchun ishlatayotgan bir qurol bo'lib hisoblandi. Germaniyada Kunze institutiniki Germaniyaning davlat xavfsizligiga bir yoshirun tahdid bo'layotgan bir qurilma ekanligi to'g'risida kitoblar yozildi va bu kitoblar orqali Kunze institutiniki haqiqiy yuzi Germaniya davlati va xalqiga namoyon qilgan bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyimi yaqinqi bir qancha yildan buyon izchillarda Kunze institutiniki jumladan Uyg'ur masalasini nuqta qilib turib ilib borayotgan ta'did tashviqotlarga vaqtida va unumli zarb berib keldik. Jumladan bu koronadan keyin Kunze institutiniki Uyg'ur masalasini suiiste'mol qilish orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rad qilishiga va uni pardozlashiga qarshi ilib borayotgan faoliyatlarga unumli zarba berdik va uni to'xtatdik. Va undan boshqa Germaniyadagi ba'zi o'lkalarningki bu Kunze institutiga berayotgan pullarni iqtisodiy yordamini muvaffaqiyatli holda to'xtatdik. Biz bu yaqinqi bir qancha vaqtdan buyon Nürnberg shaharlik hukumatningki Kunze institutiga berayotgan iqtisodni uzatish haqidagi ma'lumot topshirib olgandan keyin Nürnberg shahridagi aloqador ijtimoiy tashkilotlar va shundaqla Nürnberg shaharlik hukumatdagi siyosatchilar bilan yaqindan hamkorlashib, ular xizmat ishlab, bularningki bu Kunze institutiga berayotgan pulni to'xtatish haqida faoliyatlarni olib bordik. Bizningki bugun Nürnbergda olib borayotgan faoliyatimiz mushu faoliyatimizniki bir parcha bo'lib hisoblandi. Xabar haftaligi jurnalining xabar qilishicha, Xitoyda kelgusi 10 yilda 50 milliondan ortiq nopusning kamaydiganligi mo'ljallanmoqda ekan. Xabarda deyilishicha, bu faraz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining sonliq ma'lumotlari asosida tahlil qilib chiqilgan bo'lib, tadqiqotchilar 2025-yilga borganda Xitoy nopusining 2021-yildagi eng yuqori son bo'lgan 1 milliard 410 milliondan 1 milliard 360 millionga tushib qolganligini bildirgan. Xabarda deyilishicha,
Xitoy hukumatı gerçi 2016-yılı neçə 10 yıldan buyan davam qılğan bir farzandlik bo'lish siyosatini oxirlashtirgan va 2021-yildan boshlab ko'p farzandlik bo'lishni kuchab tashabbus qilgan bo'lsa-mu, biroq bu tirishchanliklar Xitoydagi tug'ilish nisbatidagi tuvallash holatini o'zgartirolmagan. 2023-yildagi rasmiy sonliq ma'lumotlarda Xitoydagi tug'ilish nisbatining uda 7 yil tuvallaganligi, uda 2 yil qazo qilganlarning nisbatining yangi tug'ilgan bovoqlardan ko'p bo'lganligi oshkorlangan. Xabarda deyilishicha, uzun muddatda Xitoy nufusining kemish ahvoli texim jiddiy bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mush asrning oxirigacha Xitoy nufusini 50% ozaydi deb baholagan. Shanxay ijtimoiy fanlar akademiyasining bu yilning 5-dagi mo'ljarida bu raqamni 60% deb ko'rsatgan. 21 noyabr kuni Amerika Mudofaa ministri Lloyd Austin Sharq-Janubiy Osiyo davlatlari birligining mudofaa ministrlari yig'iniga qatnashgan. Amerika Birlashma Agentligining xabar qilishicha, Lloyd Austin Laosdagi yig'in mezgilida Sharq-Janubiy Osiyo ellarining mudofaa ministrlari bilan uchrashib, rayon bexatarligiga kapolat qilish haqida yepiq suhbat o'tkazgan. Ma'lum bo'lishicha, bu suhbat dal Xitoyning Janubiy dengizdagi zo'mgarlik harakatlari kuchaygan mezgilga to'g'ri kelgan bo'lib, rayon davlatlari Amerikaning bu masaladagi pozitsiyasiga alohida diqqat qilmoqda ekan. Lloyd Austin Sharq-Janubiy Osiyo davlatlari birligiga a'zo Indoneziya, Vyetnam, Laos, Brunei, Tailand, Malayziya, Burma, Filippin qatorliq davlatlarning mudofaa ministrlari bilan ko'rishganda, Amerika hukumatining erkin va ochiq Hind-Tinch okean siyosatini qat'iy davomlashtirganligini va rayondagi ittifoqdosh davlatlarni qo'llashni davom qilganligini ta'kidlagan. Birlashma agentlikning bildirishicha, Amerika mudofaa ministri Lloyd Austin Laosga berishdan burun yana Avstraliya va Yaponiya davlat mudofaa ministrlari bilan ko'rishgan bo'lib, ular Amerika bilan birlikda Sharq-Janubiy Osiyo ellari ittifoqini qo'llaydiganligi to'g'risida va'da bergan. Ular yana Sharqiy va Janubiy dengizdagi muqimsizlik harakatlariga, jumladan Xitoyning Filippin qatorliq davlatlarning paraxodlariga tehdit selishni o'z ichiga olgan xatarlik harakatlarga qarshi turadiganligini ta'kidlashgan. Navbatda Xitoyning Rossiyani qurolliq odamsiz uchqi bilan ta'minlab, Rossiyaning Ukraina urushiga yordam berayotganligiga doir xabarlar Xitoy bilan Yevropa ittifoqi orasidagi jiddiy diplomatik surkilish nuqtalaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu masala 18 noyabr dushanba kuni o'tkazilgan Yevropa ittifoqi tashqi ishlar ministrlarining yig'ini muzokara qilgan nuqtaliq temalarning biri bo'lgan. Halbuki Yevropa ittifoqi bilan Xitoyning Rossiya armiyasini qurolliq odamsiz uchqi bilan ta'minlash masalasidagi diplomatik surkilishning markazida Xitoyning Shenzhenni baz qilgan Qizil Toshqon Vektor Shenzhen sanoat cheklik shirkatining davlat egiligidagi Rossiya davlat mudofaa sanoat shirkatiga bog'liq ikki Rossiya shirkati bilan birlashib, Qashqar iqtisodiy taraqqiyot rayonida ilg'or odamsiz uchqi tadqiqot va ishlab chiqarish bazasi qurishi ham 3-Garpiya nomli qurolliq odamsiz uchqi ishlab chiqarib Rossiya armiyasini ta'minlashi yotmoqda. Xitoyning Rossiya bilan birlashib qurolliq odamsiz uchqi ishlab chiqarishdek diplomatik badali bo'ldigan bir hamkorlik turini irqiy qirg'inchilik rayoni ham Uyg'ur majburiy amkining bazasi deb qaraldigan Qashqardek bir joyda qurishda qandoq omillarni o'ylashganligi ma'lum bo'lmasa-mu, ammo buning mazkur hamkorlik turini texmi sezgirlashtirganligi ma'lum. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar ministrlarining 18 noyabr Bryusselda o'tkazilgan yig'ini Xitoyga qandoq tadbir qo'llanganligini e'lon qilmagan bo'lsa-mu, ammo tashqi ishlar ministrlarining agar Xitoyning Rossiyani qurolliq odamsiz uchqi bilan ta'minlaganligi isbotlansa, buning Xitoyga badali bo'lganligini ogohlantirganligi qayd qilinmoqda. Yig'inda Belgiya tashqi ishlar ministri Haji Al-Habib Xitoy qatorliq davlatlarning Ukraina urushida o'ynayotgan roliga qarta jiddiy andishlarni o'ttirib qo'ygan amaldorlarning biri bo'lgan. Belgiya tashqi ishlar ministrligi 20 noyabr bu vaqtdagi maxsus bayonotida tashqi ishlar ministrlarining yig'inining bu jihatga ilindigan tadbirlar haqida fikr almashtirganligini bildirgan. Belgiya tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi David Yordensning yozma bayonotida mundaq deyilgan: Yevropa ittifoqi va Belgiya Xitoyning Rossiyaning urush harakatini qo'llaganligiga doir uchurlardan intayin andish qiladi. Tashqi ishlar komitetining yig'ini tunji qatim buning qarta ilindigan tadbirlar haqida fikr almashtirdi. Xitoyning bu tajovuzchilik urushida Rossiyani qo'llashi biz ikki taraflik aloqalarni o'ttirib qo'ydigan va muzokara qildigan masala. Bayonotning oxirida Xitoyning Rossiyani qurol bilan ta'minlashidek andish qilarliq taraqqiyot ularning tajovuzchilikqa qarshi turayotgan Ukrainani zo'r tepilg'icha qo'llash irodasini ta'virtalmaydi ekan.
Buning oldida Germaniya bosh ministri Olaf Scholz o'zining qurolliq odamsiz uchqi masalasini Xitoy raisi Shi Jinping bilan Braziliyada o'tkaziladigan 20 davlat guruhining yig'inida so'zlashadiganligini aytgan. Shuning bilan bir vaqtda Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Yevropa ittifoqi tashqi ishlar ministrlari yig'inining oldida muxbirlarga Xitoyning odamsiz uchqi yordamining cho'qim bedeli bo'lganligini bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.